Prezentatsiyasi bo'lib o'tganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, lekin ko'pchilikning qalbidan joy olishga ulgurgan Jetur T1 avtomobilimizni bugun sizlar bilan obzor qilamiz. Ko'pchilik avtoblogerlarning istoriyalarida uchgan avtomobilimiz aynan mana shu bo'ladi, chunki bu 2 litrli turbina motor bilan jihozlangan bo'lib, 4 tala ballonlar ham tortadi. Bu avtomobilimizning salon qismi ham ancha shinam. Bu avtomobilimizni o'zi eng qulay qismi salon qismi hisoblanadi, chunki bunaqa komfortda o'tirgandan keyin odam tushishga ham kelmaydi. Bu avtomobilimiz 7 xil rejimda harakatlanadi va qo'shimchasiga X-Drive rejimi ham bor. Bu sizni yurishingizga qarab turib o'z rejimini tanladi. O'sha hammaga kerakli katta panoramli lyuk va 360 gradus kameralari prozrachniy effektlargacha bor. Bu to'chog'imizning gabaritlariga keladigan bo'lsa, uzunligi 470 sm bo'ladi. Eni bo'lsa 1 m 96 cm. Bo'yi esa 1 m 84 cm. Avtosalonga kelishga vaqtingiz bo'lmaydigan bo'lsa, o'ziga qulay o'tirgan joyingizdan ham Urban Drive ilovasi orqali birgina klik bilan mashinani xarid qilsangiz bo'ladi.